Assalomu alaykum. Waalaikumsalam. Ating kim? Fatima. Familiyang kim? Amya. Ruhing ne? Toya. Rabbing kim? Allah. Allah neshu? Dining ne? İslam. Islomda necha farz bor? Beş basba. Qanday farzlar? Namaz. Birinchisi, İman. ikkinchisi, Ovada. uchinchisi, Ceket. to'rtinchisi, beshinchisi. Kaduk. Mashallah. Payg'ambaring kim? Muhammed. Oy, mashallah. Allah seni ne için yarattı? İbadet sünneti. Mashallah. Daliling bormi? Hulu altı. 56 mı? Ya. Zariyat 56 de. Dayyat. Altı. Oy, mashallah. Qur'onda qancha sura bor? Dodon dot. 14 sura bormi? Birinchi sura qanday sura? Fatiha. So'nggi sura qanday sura? Nas. Oy, mashallah. Kan bizga inna atoyna o'qib berish? İnna atına kaukasa pasoli yopika wanha inna sani aga wal abada. Oy, mashallah. Endi bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi robbin nas o'qib ber. Qalaqtu binas malikinas ilahinas insani waswasiqanas adati waswisu bisadinas minatnati wanas. Oy, mashallah, mashallah. Endi qul huvallohu ahad o'qib ber. Kufahuahuhat Allohus samad qizim. Allahu samad yanalida walamzata walannakulahu kufunahat. Oy, mashallah, mashallah. Tag'i ne bilasan? Val asrni bilasanmi? Ya. Kan o'qib ber val asrni. Walasi Val asr. walasi Fatima. Jasing qanchada sening? Tatta. Jasing qanchada? Qancha u? Jasing qanchada? 2 dedisi? Yakate. Jasing 2 dedi. Mashallah. Akang ati kim? Yasin. Mashallah, mashallah. Kimning qizisan? Atan qizim. Mashallah. Tamoq yeganda qay qo'lмен jeysan? Qay qo'lмен jeysan? O'ng qo'lмен jeysanmi? Ya. Tamoq yeganda ne deysan? Bismillahim. Oy, mashallah. Tush ko'rganda ne deysan? Alhamdulillahim. Oy, mashallah, mashallah. Namoz o'qiysanmi? Ya. Mashallah. Bir aka shokolad bersa ne deysan? Aspa.